Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Samarqanddan mehmon ukalarimiz kelganida. Akrom ukamiz mana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Jizzax tumani Arnasoyga Muzaffar ukamizni qo'rasiga kelib, Elbrusni bolasini tanladi. Mashalloh, har tomonlama kelishgan narsani tanladi, ham kallasi, ham qulog'i, ham mana juni, oyog'ini yo'g'onligi, dumbasi, qalinligi ish qilib polniy bir kelishgan bir narsani, chiroyli narsani tanladi. 7 millionga baraka bo'ldi. Alloh barakasini bersin har ikki tarafga. O'zi aslida bu 7 millionga beriladigan narsa emas edi. Endi shuncha uzoqdan kelib, qo'raga qiziqib, Elbrusga qiziqib, Muzaffarning qo'ylariga qiziqib, mana shu qo'zini baraka qilib olib ketyapti ukamiz. Akrom, Alloh barakasini bersin uka. Inshaalloh. Baraka toping shu qo'ydan, qo'zidan inshaalloh. O'z-o'zidan ko'payib, qo'rangiz qo'yga to'lsin. Sizda ham katta atar bo'lsin, ko'p qo'ylar bo'lsin inshaalloh. Lekin qo'yga gap bo'lishi mumkin emas-da. Mana yaqindan olaman, mana akalar, o'zlaringiz mana sifatiga e'tibor beringlar. Mana tumshug'i bor, ot tumshug'i bor, ot tumshuq. Oldinni ko'rsating. Ana oldi endi vahshiy endi. Bilmayman nima bo'lib yotibdi oldi mana. Mashalloh mana. Bu qo'zi mana. Qulog'i, kallasi, polni hamma joy. Mana. Dumbasi mana otasinikini o'zi ko'ppiya otasinikini o'zi. Elbrusda dumbasi qanaqa bo'lsa, bunda ham xuddi shundayman. Mashalloh. Juda bir kelishgan narsa. Akrom yana bir bor uka, barakasini bersin. Baraka toping inshaalloh. Muzaffar barakasini bersin uka. Barakasini bersin. Mashalloh.